Bu oyda siz uchun Denov Shinray avtosaloni 100 ming so'm emas, 500 ming emas, 1 million emas, hattoki 2 million emas, 3 million so'mli chegirmani e'lon qiladi. Aynan mana shu Shinray T32 5 o'rindiqli gazli modeliga. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Biz bugun yana Surxondaryo Denov shahridagi Denov Shinray avtosaloniga tashrif buyurganmiz. Bugun bularda juda ham katta chegirma e'lon qilindi va mashinamiz haqida to'liq obzorni ko'rsatamiz. Bugungi skitkamiz aynan mana shu T32 5 o'rindiqli gazli modelimiz uchun ekan. 3 million skitka berishyapti. Bu skitka 27-iyundan iyul oyini oxirigacha aynan yuk mashinasini olaman deganlar uchun juda ham zo'r variant deb o'ylayman. Hozir bitta qisqa video qilib mashinamizni obzor qilib ko'rsatamiz. Ko'rsating. Birinchi o'rinda sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim bu orqa o'rindiqlarda yetarlicha joy mavjud. Men boshqa konkurentdagi mashinalarga ham o'tirib ko'rganman. Orqada hech ham joy yo'q. Mana qilib o'tirasiz, oyoq sig'maydi. Bunda to'liq bemalol maza qilib o'tirasiz. Men stiklopodъемniki orqada, qo'lda. Lekin hozir oldiga o'tamiz. Xo'p, oldida bemalol joy bor. Stiklopodъемниklari elektronli. Endi salonda o'rtoqlar nimalar bor? Yaqinroq olib keling, ko'rsatamiz. Salonda rul elektronli, mana shu bitta barmoq bilan aylantirasiz rulni. Keyingisi monitor, orqa zadniy kameralari bor. Eng asosiylaridan yuk mashina haydovchilari akalarimiz uchun konditsioner mavjud. Konditsioner shunaqa muzdek qilib qo'yadi, maza qilib yuraverasiz akalar. Xo'p, undan tashqari mana orqaga bemalol qilib haydasangiz bo'ladi. Salonda barcha yuk tashuvchi akalarimizga komfortlar bor. Magnitofon, bu yog'i sensorli monitor, muzikani qo'yib maza qilib ishlayverasiz. Keyingisi endi bu 5 kishilik mashinamiz edi. Ya'ni ishchilarni olib yuraman, yana yuk tashiyman degan akalarimizga bortimizning razmeri akalar 260 ga 172, 2 tonnagacha yukni bemalol ola oladi. Mana orqasida o'zini gazi ham bor. Metan o'rnatilgan. Xo'p, demak bu mashina kimlar uchun akalar? O'zini biznesi bor. Orqasida nimadirlar ortaman, tovar ortaman. Undan tashqari yonimda yana o'rtoqlar, qarindoshlar yoki ishchilarni ham olib yuraman deganlar uchun akalar bu skitkaga ulgurib qolinglar. Juda ham tez obzor qilib ko'rsatdik. Sababi bu videoni ko'riboq sizni bu mashinani olgisi keladi. Pastda raqamni qoldiramiz, pastda lokatsiyalarni ham qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bunaqa chegirmalar faqatgina bu mashinada emas, boshqa mashinalarda olamiz desangiz ham sizga chiroyli bonuslar qilib berishadi. Siz xafa bo'lib ketmaysiz. Asosiysi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yuk mashinalar haqidagi to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam Denov Shinray avtosaloniga tashrif buyursangiz o'zingiz mashinalarni ko'rib qolasiz. Eng asosiysi bu mashinani chegirmasiga ulgurib qolish kerak. Har doim ham bunaqa 3 millionlik chegirma qilinmaydi akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hozirning o'zida bitta qo'ng'iroq qilib, videoga bitta like bosib, yuk mashina olaman degan tanishlaringizga bu videoni yuborib qo'ying.